kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzüm kıyıma vuran anne karnı. Yani miyani tishlantiradigan xonasi keldi-yu, 3 xonali kvartiramiz, takkim shu tayyor gatoq bo'lgan xonamizni sizga taqdim etyapmiz. Bugun qo'ling bunaqa narx topolmaysiz, bunaqangi joy, bunaqangi lokatsiyadan iyini siz uchun ko'rsatib o'tamiz. Eng shirin joydan boshlasak, birinchi navbatda detskiyimizni qanaqangi chiroyli holatda tayyor qilib qo'yishganini men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Idealniy qilib remontini chiroyli qilib qo'yishibdi. Eng muhimi akalar, ranglariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bolajonlarimizni psixologik tomondan ham ranglar o'ziga jalb qilmoqchi chiroyli holatda bitqizib qo'yishgan. Bitta e'tibor berib qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga patronli mana shu kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Detskiyimizdan shundoqqina chiqamiz. Holni ko'rib turibsizlar. Qanaqangi chiroyli qilib idealniy shaklda qilib qo'yishgan. Eshigimizdan shunday kirasizlar, natujnoy patolog, idealniy lustra ham miyaga hordiq beradigan joylar, dekorativniy chiroyli manzaralar, kafellarimiz ham chotki holatda tayyor. Mana ko'rishlar mumkin. Bu xonadondachi birinchi o'rinda o'zi kinimga ko'rsating. Kinim ko'rsa buni olib berasan, turib olishlari aniq. Aynan nimaga bunaqa deb turganini bilib turibsiz-ku. Oshxonani ko'ring, aka, oshxonamizdan oshxona bo'lyapti. Mebellarigacha, gaz plita hamda mo'ykalarigacha ochilingan holatda mebelchasiga nima deysizlar? Tayyormi? Ventilyatsion hamma yoq ishlaydi akalar. Bitta ishlatilgan rasxodlardan, xudo xolasa, uy egalaridan so'rab, anig'ini kommentariyada yozib qoldirib qo'yaman. Siz ungacha mana shu xonadonimizni to'liq ko'rib chiqing. Mana ko'rishlar mumkin. Chiroyli holatda, hattoki mana padakonilari ham granit toshidan bo'lgan. Granitimiz. Tashqarini men sizga bitta ko'rsataman. Keyinroq ko'rsataman, mayli. Xo'p, bu xonamizdan chiqsak, oshxonamizdan chiqamiz. 1, 2 kirmagan xonani ko'rsating. Zalimizga marhamat. Zalimizga keladigan bo'lsak, zalimizga ishlatilgan ranglar uyg'unligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Lustramiz nima deyapti akalar? Lustralarimizgacha qo'yilgan svetinlarimizgacha hamda zalimizda ko'rkini berib turadigan mana shu bitta oilaviy yig'ilib, chiroyli nonushtalar, mana shu bitta banket qilsangiz ham arziydi akaxon. Ko'rishlaring mumkin. Shunaqangi chiroyli qilib, o'zlari qanaqangi narsani didlariga mos ko'rib, yoqtirgan narsalarni sarflashgan. Endi mana shu tayyor xonadonimizni biz sizga ilinayapmiz. Agar bu xonadonimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqinglar. Men sizlarga yana boshqa xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, zalimizdan chiqamiz. Holimizda shundoqqina samozelimiz bor. Ko'rishlar mumkin. Samozelimizda dushim ham bor. Hamma yoq kakpolojni ishlaydi akalar. Suvlarni chiqarib qo'yishgan akalar. Ko'rishlar mumkin. Aristonlarimiz ham royalini olib qo'yishgan ekan. Zo'ridan akalar. Endi samozeldan chiqamiz. Spalniyimiz shundoqqina kirovishda chap qo'lda joylashgan. Ko'rishlar mumkin. Chiroyli xonadon. Eng muhimi akaxon, buni remontiga e'tibor berib qo'yasiz. Remontiga ishlatilgan mahsulotlarimiz hammasi eng kачественный, sifatli mahsulotlar bo'ladi. Aboylardan tortib, mana plastiklarigacha zo'r holatda ko'rishlar mumkin. Ko'rsatuvchilarimizni ham fonlarini chiroyli tanlab qo'yishgan va ko'rishlar mumkin. Idealniy xonadon bo'lib turibdi. Akada samozel dushoy kabinalari bilan birgalikda ko'rishlar mumkin. Hamma narsalar ishlaydi akada. Mana suvlar tushyapti, bexizorat. Aka bosib orasini deyman, nomerlarga aloqaga chiqing. Endi men sizga lokatsiyani tushuntirib o'taman. Aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzüm kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana. Tezden şurada çıkıyor, ofşi, ofşi xonalar hammasi to'liq bo'lib ishlaydi. Endi 3 ta xonasida batareykalargacha bor. Motor sizni pastda o'tin turgan, shuni damqulni telefon qiladi. Bu pastda kontrollar deysiz. Pastga tushirib olib bo'lmasa, bitta bosasiz o'zlariga chiqishaveradi. Endi bu xonadonimizga chiqib tushishda muammosini ko'rsatib o'taman. Aytganimdek, eng muhim muammosi chiqib tushish juda oson ekan-da, qaranglar. Eng katta muammosi mana shu akalar. Bir deganda chiqasiz, bir deganda tushasiz ekan. Korobka narxda 500 oshiqdan berib turishgan bo'lsa, akalar, korobka narxda sizlarga ilinyapmiz. 620 dan kvadratini gaplashaveramiz. Mabodo telefon qilib kelib ko'raman desangiz, mana nomer qoldirib o'tyapman. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Comfort House'dan Abuter Uqandi 102 ga keldi akalar. Shatkasi kattagina, mashina qo'ygani, mana maydoni ham bor. Lokatsiyasi chiroyli joyda. O'zimiz joylashuvini ko'ringlar akalar, chiroyli shaklga ega bo'lib turibdi. Muhim akalar, qo'ni-qo'shnilar juda ekan bitta mana shunda bolajonlar chiroyli holatda mana shu plashadkalarda o'ynab yurishaveradi. Mana shunda mashinalarimizni bemalol qo'yib qo'yaveramiz. Bunaqangi videolarni o'tkazib yubormanglar akalar, egalariga sira telefon qilib baraka qilaveradigan joyi.